YouTube'dan pul ishlasa bo'ladimi degan narsaga, ya'ni qanday pul olsa bo'ladi degan narsa mana sizlarga realniy bittanaqa akamizni taniydiganlar bo'lsa, Baxmaldan, o'zimizni Baxmaldan Ozod DJ hamda Murod aka Baxmalda bugun. Xo'p, endi taniysizlar. Tanimaganlar bo'lsa, endi tanishamiz. Xo'p, men YouTube'dan ayni vaqtda pul ishlagan va realniy Baxmalli aka chorvachilik bilan bitta aytib Faqat o'taylik. Baxmalni bozorlarini ko'rsatib berasiz, to'g'rimi? Bozor. O'shandan endi kiring, analitikasi bitta kiring nima. Boyagi Mana to'lov faoliyati. yechib olingan, realniy yechib olingan bunaqa summani ko'rsataman sizlarga. 2025-yil dekabr oyida $140 22 sent hamda 22-iyun 2025-yilda yechib olingan pullar 120 118.11. Ishlasa ko'proq. Endi qarang, mana ichkariga ko'rganingizda mana shu 12 oy ichida. Mana shu real bo'layotgan narsa ayni vaqtda hokimiyat tomonidan e'tibor qaratilyapti. Mana shunaqangi Baxmal haqida va boshqa kontent qiluvchilar kontentga yana bitta qiziqishga balkim sabab bo'lib qoladi. Mana bu kanalni ko'rsatib ketak. Baxmal TV 54.115 obunachisi bor. Xo'p, realni ishlaysa bo'ladi. Ya'ni Baxmal tumanida turib bo'lsa ham qiziqsalaringiz, uchrashingizlar, shunaqa narsa tashkillashtiramiz. Aloqada bo'lib turingizlar, to'liq video qo'yamiz, hali chiqaramiz. Oylik to'lovlar. Mana bu Bunday to'lagan. Endi noyabr oyida yaxshi ishlaganman. Siz to'xtamay video qilmagansiz. To'xtamay video qilmagan. hozir endi to'xtatib qo'ygan biroz. Qiziqqanlar o'tkazib olmay turingizlar, obuna bo'lib kuzatib turingizlar.